Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz bugun yangi do'konimizni obzorini qilib o'tamiz. Bu yoqda nima mahsulotlar bor, nima mahsulotlar qanaqa o'shanisini bitta qisqa obzorlarni qilib o'tamiz. Bu yoqda kelib ko'rsanglar bo'ladi. Misol uchun bu yoqda bizda Fiona modellari, bular rolikli mexanizm massaj qiladi. Misol uchun bu yoqda bizda premium kачество uchun olib kelganimiz GT48 modelimiz 11 xil massaj turlari bo'ladi. Ekrani o'zbek tilida bo'ladi. Va eski narxi 15 million so'm sotilgan, hozir paytda skidkada 14.9 qo'yilgan. Bu yoqda xohlasanglar pulli modellarimiz bor. Aynan do'konning modeli uchun skidkalar bor. Aynan hozirgi paytda. Va bu yoqda ko'rsanglar bo'ladi. Bizda rolikli va sharikli kreslolar bor. Misol uchun bu yoqda rolikli kreslolarimiz, misol uchun L9 modelimiz, GT38, MUS, GT48 modellarimiz rolikli mexanizm massaj qiladi. Bularning massajlari 12 xildan 32 xilgacha bo'lgan kreslolar bor bu yoqda. Va bu yoqda sharikli kreslolarimiz, bu sharikli kreslolar hech ham 100 kilolik bo'ladi. Va bularda 10 xil massaj turlari bo'ladi va standart massaj bilan jihozlangan bo'ladi. Va bu yoqda ko'rsanglar bo'ladi, lijalarimiz 110 kilodan bu yoqda 150 kilogacha bo'lgan, ya'ni zal sharoitidan ham qo'ysa bo'ladigan lijalarimiz bor. Mana kelib ko'rsanglar bo'ladi va bu yoqda qisqa obzorlarni qilib o'tamiz. Misol uchun bizda stol o'yinlar bor, so'rasanglar, misol uchun plashatkalarga olishadi yoki stol o'yin maydonlariga olishadi, kelib bemalol xarid qilib ketsanglar bo'ladi, jiboy ko'rib ham. Va bu yoqda bizda Bigoylarimiz 100 kilodan 250 kilogacha bo'lgan modellar bor. Kelib shug'ullanib ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda bizda motorlari 1,5 quvvatdan 7 quvvatgacha bo'lgan bigoylar hisoblanadi. Misol uchun bizda kichkina bigoylardan PG250 modelimiz sotuv narxi 4,6 million so'm bo'ladi. Motorlar 1,5 quvvatli bo'ladi. Endi biz mijozlarimizning vazniga qarab tavsiya beramiz. Kelib shug'ullanib ko'rib, ma'qul kelgan modellarni olib ketsanglar bo'ladi bemalol. Misol uchun bu yoqda katta bigoylarimiz PG557, bu yoqda ekrani Android ekranli, ya'ni YouTube, Google'dan foydalanish uchun o'zimizning bigoylar ham bor. Bemalol YouTube'ga, Google'ga kirib turib, narsalarni ko'rib, bemalol shug'ullansanglar bo'ladi. Misol uchun do'konimizda silovoy trenajyorlar ham bor. Bularda bemalol ko'p funksiyali foydalansanglar bo'ladi. Misol uchun zalga chiqmasdan turib, uy uchun bitta olib qo'ysanglar, buni o'zida bemalol 20 dan ortiq turda mashqlarni bajarsanglar bo'ladi va troslari ham baquvvat bo'ladi. Bizda 67,5 kilolik misol uchun o'zini toshlariga qarab narx-navlari farq qiladi. Kelib o'zingizlar shug'ullanib ko'rib, ma'qul kelgan modellarni tanlab olsanglar bo'ladi. Yoki bizda viloyatlar bo'ylab ham 12 ta viloyatga dastlabki uslunuv xizmatlarimiz bor. Onlayn xarid qilsanglar ham bo'ladi bemalol. Va bu yoqda high-tech uchun ham bizda bigoylar bor. Misol uchun PG727 modellarimiz yoki bu yoqda PG790 degan modellarimiz ham bor. Ya'ni agar zal uchun bo'lsa, sizlarga ularni ham tanishtirib o'tamiz va zal bo'yicha ham xizmatlarimiz bor bizda. Agar sizlarga zal uchun ham trenajyorlar kerak bo'lsa, bizda bor hammasi. Telegramga yoki telefon bu yoqda raqamlarni qoldiramiz. Telefon qilsanglar, o'zimizga aloqaga chiqib, kerakli trenajyorlarni yoki massajyorlarni o'zimizga tavsiya qilib o'tamiz albatta. Endi sizlarga hozir do'konimizning yangi lokatsiyasini batafsil tushuntirib o'tamiz. Bu yoqdan endi do'konimizning bir to'la kirishlar bilan video qilib o'tamiz bu yoqda. Xo'p. O'zi do'konimizning yangi lokatsiyasi ko'pchilik mijozlarga qulay qilib olingan. Misol uchun bu yoq tarafda Yunusobod, o'zi Nurafshon ko'chasi joylashgan va to'g'rimizda shundoq islom sivilizatsiyasi yokida Xastamon masjidi desa ham bo'ladi. Xo'p. Bu yoqda misol uchun xohlaganlar uchun zinadan chiqib kirsanglar bo'ladi do'konimizga yokida liftdan bemalol chiqsanglar bo'ladi. Endi liftimizda sal-sekinroq ishlaydi. Xo'p. Do'konimiz o'zi ikkinchi etajda joylashgan. Shundoq birinchi etajdan qarab, ikkini bossanglar o'zi do'konimizga olib chiqib qo'yadi. Xo'p. Yangi do'konimizning lokatsiyasi bu yoqda Tinchlik metrodan kelaverish va bu yoqdan kelishda dilshoshashli orientir hisoblanadi va razvorot qilib bemalol bu yoqqa kelib turib, o'zimizning do'konning tagida styankalar bor, ya'ni mashinada kelsanglar, mashinalarni xotirjam qo'yib, tepaga chiqib, massajyor yoki bigoy daroshka o'zingizga yoqqan narsalarni tanlab ketsanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki uslunuv xizmatlarimiz bor va to'lovni ham yetib borganda qilsanglar bo'ladi.